Tashlaq tumanga kelganmiz. So'pilarda turibmiz ana shu ko'chani. Shunday chap 300 metr yursa, Qo'qonliqda suvda chiqadi. To'g'ri yursa, 9 yo'nalishi bor. Tashlaq tumanga qaraydi. Mana shu yerda ko'rib turibsizlar, 4 burchak 10 sotik. Bu tomoni to'pi ekan. Bu tomonida 7 bilan 9 yo'nalish qatnar ekan. Tashlaq tuman kabinetga borar ekan. Mana bu yerda chegara qilib berishgan. Mana betondan shunday kelib turib, aytga bitta ulanadi. 4 burchak 10 sotik bo'ladi. Mana shu yarim metr quyilgan betonni mana shu chekda olganga joyni ko'rib turibsizlar, konteynerda olib chiqib ketishadi. Narxi ham vahshiy cho'tki ekan. Mana 4 burchak ko'rib turibsizlar. Vahshiy mazza qilib imorat qiladigan joy. Xolasalang 2 kishi 5 sotikdan shunday bo'lib olib bersalang bo'ladi. To'liq lakasasi Tashlaq tumanida turibmiz, So'pilarda. Narxini 10 sotikda 29 ming dollardan kami bor deyapti egalari. Pastga raqam qoldirib beryapmiz. Telefon qilib, kelib, ko'rib, egalar bilan bemalol baraka qilishlari mumkin. Baraka villa sizlarga shunaqa arzon joylar topishda davom etadi.